Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning onasi vafoti munosabati bilan musofirlikda yozgan xotirasidan. Onajonim, volidai mehribonim, sizdan ajrab qolish musibati hammamiz uchun og'ir. Har kim o'zidan o'tganini o'zi biladi. Bu musibat sizning qarib yarim asrlik umr yo'ldoshingiz, bizning qiblagohimizga esa o'ziga xos boshqacha ta'sir qilibdi. Umrlarining ko'p qismi mo'min musulmonlarning janozasini o'qish, dafnlarda qatnashish bilan o'tgan bu zot sizning janozangizni o'qishi va dafningiz paytida ishtirokchilarga murojaat qilib, xaloyiq, birodarlar, guvoh bo'linglar, men marhumadan 1000 marta roziman debdilar. Sizni yo'qotganlariga ko'p o'rtanibdilar. Yaqin kishilariga, onamdan ajrab ham yetimlikni sezmagan ekanman, otamdan ajrab ham yetimlikni sezmagan ekanman. Endi esa o'zimni haqiqiy yetim sezmoqdaman deb yig'labdilar. Uzoq muddat masjidga ham bora olmay xastalanib qolibdilar. Mo'min inson vafot etsa, yaqinlari yaxshi bir odamlardan ajrab qolganlari uchun ana shunday qayg'u chekadilar.